Damas akalar Remilang surishini yashiringlar, qaranglar qayerlarga qo'yib yuboryapti. Buni qarang. Bo'ldi, O'zbekistondan yangilik. Endi mana bu joylarda qozi qoqib, mana bu joylarda buzishlar davri o'tdi. Shunday qadab qo'yasiz, shamolda ham mahkam ushlab oladi. O'zbekiston zo'r yangilik bo'ladi. Sizlarga men burchatga boj xizmatini eng arzon joyini topib qo'ydim. Qaranglar, mana shu ko'rib turgan burchatkalarni 1 kvadratini mana shu 1 ga 1ni 140 ming so'mdan bosib berar ekan. Siz o'sha xomashiyosini olib bersangiz bo'ldi. Materiali usta puli bilan narxlarini aytyapman. Bunaqangi arzon usta umuman topolmaysiz. Hattoki mana bunday zina qismlarni 1 metrni 250 ming so'mdan qilib berar ekan. Buni usta topa olasizmi, yo'qmi? Qarang. Mana bu yonida granit qismlarni 1 kvadratini 470 ming so'mdan qilib berar ekan. Hattoki mana bunday bardyorlarini granitdan bostirib olsa ham bo'ladi. Buni ko'rgan qo'shnilar ichi kuyib bo'ladi. Qaranglar, zo'rmi? Dahshatidan bo'ladi. Bizda kanal nom etganlarga skidka zo'ri bo'ladi. Xizmatlar vodiy bo'yicha ekan, uzoq joylarga narx ozmas qo'shilib qolar. Bu hali hech narsa emas. Yuring. Mana bu gilamimiz nima deyapti? Gilamni qarang, gilamni odamni mazzaqiz boradi. Mana shu turishdi. 600 ming bo'lgan, usta puli bilan atigi 2 million so'mdan bo'lgan ekan. Bitta bostirib oling, hammasini o'qitilasiz. Mazza qilib yashaysiz, bittadan like bosib qo'yinglar.